Zafar akam qanday? Men boyga tushishim kerak, mashina qilaman deb o'yladim. Bilmadim, ichkarida edi lokin. Zafar aka, qanday Zafar aka? Zafar aka! Nima vaqman? Milyon. Beshga festivalsim bor aka, siz jaqqa javob berdingiz-ku. Boya tayyorlab qo'yganman. Lekin soch qiynasdan lekin. Ha, endi festival degan joylardan-da shu. Shuni mashinang. Ustun nima yopib qo'ydi aka? Shoshilyapman, men ketishim kerak. Intriga qilib berdim. To'y bo'lsa to'ydek bo'lsin. Bo'yi to'y Senga surpriz qildim. Tayyormisan ko'rishga? Gap bo'lishi mumkin. Odamlar aytadi, Tayyormisizlar? Ochib ber qani bitta ko'rsataylik mashinani. Men kutmadim lekin bunaqalarni. Goldmisan? Fendi Fersi degan mana shu bo'ladi lekin. Fendi Fersi degan shu. Aka, O'zbekistonga Gold bitta-da. Bu ham bittami? O'zbekistonda bo'lmaydimi? Bitta buni topish o'zi bo'lmadi. Bu O'zbekistonda eng birinchi o'rinda turgan nar premium bron plyonkasi. Gap yo'q. Qarang, kutganingga arziydigan bo'ptimi? Aka, gap bo'lish. Men bunaqa bo'ladi kutmagandim lekin. Endi bitta yutib berasan endi. Butun O'zbekiston shuni xohlaydi. Aka, gap bo'lish. Xohlamaydigani yo'q menimcha. Aka, butun vujudim bilan harakat qilaman inshaalloh. Avvalo Alloh buni chotga qilibsiz aka. Mana bu videoda mushuklar